Adabiyot o'ldi, tafakkur o'ldi. Tor dunyosida qalaymaqonchilik, inkorchilik avj oldi. Aslida yuksak hisoblanadigan hamma narsa qimmatini yo'qotdi. Masalan, axloq, odamiylik va hokazolar. Shunga biz hozirgidek nihoyat chakana, talish, biyojat bo'lgan sag'ir voqeasiga quloq ichib o'tib qoldik. Men cho'qim oldingi 3 sekundda sizni tutib qilishim, 15 sekund qiziqishingizni yuqori pallaga chiqarishim, 30 sekundda ming'ingizni uzil-kesil kontrol qilishim kerak. Shunda bu film nurg'un iqim miqdoriga erishadi. Öz taratqularning mushuningdek elektronlik dopaminlarni o'qil qilib urishi ostida cho'ng mingiz uzluksiz g'idiqlanib, siz kun sari normal logika, tafakkurdan voz kechyapsiz. Birsi 2. dunyo urushi haqida xeyli ko'p izlanib film ishildi. Biroq hech kim Stalingrad urushining tafsilotini so'ramadi. İnkas rayoniga eng ko'p yozilgani bo'lsa, Gitlerning naqadar novchilik haqida qaranglar. Diqqatini yig'olmaydigan bo'lib qolgan bir turkum sonliq ma'lumot bemorlari hammani qopladi. Normal odamlarning diqqatini yig'ish vaqti allaqachon oltin biliqning 9 sekundlik rekordini buzib tashladi. Yillardan beri ekran seyribli ko'nab qolgan kishilar balki hozir qo'liga bir parcha povest yoki romanni olsa, dunyodagi barliq o'simliklarning qomusini o'qiyotgandek yaram bo'lishi mumkin. Siz o'z qiziqishingiz bo'yicha film seyrayotgandek his qilasiz. Biroq atlasga aylanish oldidagi pil qurtidek sonliq analiz g'o'zkining ichiga qapsilib qoldingiz. San'at qaslandi. Beethovenning Taqdir simfoniyasi ajoyib g'aroyib o'zgartirilib, bir tayin yo'q BGMga aylanib qoldi. Van Goghning yulduzli qasmini xomushlik kesili giribtor bo'lgan, biroq o'z pushtidan bo'lmagan har xil bolalarga dar bo'lib qoldi. Yaqin munosabat, hissiyot pul tepishdagi eng fayzi iqimga aylandi. Muhabbat buyumlashib, talab qo'yish, muhabbatlashish, to'y qilish, hatto ayrilib ketishmo cho'qim suratga kelishga tegishli mazmunga aylandi. Tarix burmulandi. Jinxon haqida qissa yoshlar tarafidan haqiqiy tarix deb qaralib, munozirlarga aylandi. Jugulyang bilan Simoyi Van Goghda mahorat ko'rsatishga boshladi. İjtimoiy qimmat buzildi. Boshlang'ich maktab bolalarining hozirgi orzusi meningcha olim bo'lish emas, vanxon bo'lish qo'rayman. Til ojizlashdi, yiziq miyib bo'ldi. Hayron qilishni ifodalash faqat vuyu yoki voy bilan cheklandi. Linginxo bolalarning paranglish uslubi allaqachon Morse kotiga ulgu bo'lg'idek darajaga yetdi. Adabiyotning uzun qolmay o'lib ketadiganligini bilgandek, nimjon o'ngrashga boshladi. Biroq vasiyat qoldirgidek adabiy iste'dod bo'lmag'achqa Garcia Marquez o'zimi bilmaydigan, anglab boqmagan jumlalarning ostidagi g'iribani 100 yil degan tamg'alarga qarab turishga majbur bo'ldi. Hemingwayning muzdek quruq gap dengiziga g'arq bo'ldi. Almisaqdan davomlashib kelayotgan go'zallik qarashi va sog'lomlik qarashlari ag'dirilib, sal-pal semizlik satlikka, ancha-muncha lag'man pulov yeb qo'yish nachar tamoq odatiga aylandi. Aloqador mahsulotlar birining orqadan biri chiqishga boshladi. Biri ichsang o'riqlaysan dedi, biri yeysang o'riqlaysan dedi, biri kaysang o'riqlaysan dedi. Lekin hech qaysi o'rg'iltamadi. Mamlakatimizda emas, butun dunyo miqyosida bu deklarning soni kun sari eshishga boshladi. Ayollar huquqi ko'p turli va foydalanadigan vositaga aylanib, el umrida gazir setib boqmay lider bo'lib qolgan muvaffaqiyatshunos ayollarning vakolatchilik mingjuyishi g'oyat zo'r to'p qo'shdi. Ular oldi bilan ayollarning biologik amaliyot orqali barliq kishi insonlarni bog'lab, ondan bu kollektivning kuchli bir dushman bilan, ya'ni erlar huquqi, erlar ustunlik nazariyasi bilan ta'minladi. Eng oxirida barliq ayollarning erkinlik va barobarlikni qo'lga keltirish uchun erlardan ustun turishi lozimligini yoshirin va oshkora targ'ib qilishga boshladi. Ayollar huquqchiligining ziyonkashligiga uchragan erlar birdilla aqlini tepib, sening rost degan peti quruq shahar yilisi o'ynashga boshladi. Aslida hamkorlik murassa asosida taraqqiy qilib kelayotgan insoniyat jamiyati o'ylamgan yerdan bir cho'ng urush yoki bir planetning yer shariga so'qilishi bilan emas, odam bilan odam o'rtasidagi ichki ziddiyat sababli qalaymaqonlashishga boshladi. Davr qahramonni yaratadi. Biroq tarixdan buyon bir normal odam yoki normal vosita bir ishni o'zgartirgan emas. Kishilarda normal qoidadan olqib ish qiladigan bir saranga muhtoj. Mayli u qonqo'chilik atalsin yoki dangliq saxovat atalsin, vaqtdan iborat bu sudning hukmi azaldan xato chiqmaydi. Intayin oddiy odamlardan bo'lib sutimiz bilan qani vaqt qo'yib berib ko'rib boqayli. Nimil degan bilan dam bilan samonni ariydigini chochlarni yelpiydigan romantik yirik shamol emas, balki kuchli shamol. Hatta bo'ron bo'lishi mumkin.